Ko'pchilikda savol bo'lyapti, tilla nima bo'lar ekan, tez ko'tarilib ketyapti, tez tushib ketyapti degan savollar juda ko'p. Kommentariyalarda ham juda yozyapti. Undan tashqari Telegram kanallarimizda ham har efirlarda aytyapti. Kelinglar shu narsani umumiy bozorda ko'rib chiqamiz birgalikda. Xo'p, umumiy ko'radigan bo'lsak, biz Xo'p, biz birinchi navbatda bozorda umumiy holatini ko'rib chiqamiz. Tillada qanaqa harakat qilishidan oldin biz dollar indeksiga e'tibor beramiz. Bizda dollar indeksi hozirgi momentda kunlik time frame kunlik time frame bizda belgilab qo'yganman. Bizda qo'llab-quvvatlovchi zonalarimizga yaqin holatda turibdi. Agar bu zonalarni yorib o'tib ketadigan bo'lsa, mana bu bizdagi pastga belgilab qo'ygan zonalarimdan keyin kuchli tepaga reaksiya olishi mumkin. Bu degani mana bu harakatdan tepaga yurishi mumkin yoki bo'lmasa mana bu pastki harakatdan tepaga yurib berishi mumkin. Biz kutyapti turgan narsa. Endi tillada qanaqa vaziyat? Tilladagi umumiy holatni ko'radigan bo'lsak, biz har doimgidek iloji boricha kattaroq time frame ga e'tibor berganimiz yaxshi. Xo'p, bizda umumiy holatda bozor oxirgi harakatlar bizda oxirgi minimum va undan keyingi mana bu minimumni olgan, lekin buni soya bilan olyapti. Bizda asosiy maksimum esa mana bu bo'lyapti. Xo'p, bizda shu oraliqda ichida bizda mana bu qismda qarshilik zona bor. E'tibor berib turgan bo'lsak, xuddi o'sha qarshilik zonasiga keldi va bizni tepamizdagi mana bu bo'shliq zona bor. 5G bor. Xuddi shuni to'ldirgan holatda bozor bir marta pastga tushib berishi mumkin deb kutib turibman. Xuddi shunaqa holatda, biroz teparoqqa. Chunki o'sha momentda dollar indeksida ko'rsatdim. O'sha qo'llab-quvvatlashdan reaksiya olgan paytida bizda tillada mana bu 5G bor. Xuddi o'sha yerdan pastga selga yurib berishi mumkin. Endi bu holat bizda asosan qaysi tochkada o'zgarishi mumkin? Kelinglar xuddi shu narsani ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bizda o'sha momentda kichkina time frame'ga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu oxirgi bizdagi sham harakatda mana shu harakat bor. Mana shu harakatni yorib o'tsa, bozorda kuchli qulash bo'lishi mumkin. Oxirgi kutilayotgan turgan harakat. Xuddi mana shu sham. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga kunlik har xil g'oyalarda, tillada, valyutalarda, aksiya va boshqa valyutalar paralarda analizlar tashlashda davom etamiz.